Hurmatli Prezidentimizning 173-sonli farmonlarining ijrosini ta'minlash maqsadida bugun viloyatda Markaziy bank tizimi xodimlari uchun amaliy o'quv seminar tashkil etildi. Ushbu amaliy o'quv seminarda aholini onlayn ro'yxatdan o'tkazish qanday tartibda bo'lishi to'g'risidagi mutaxassislarimiz tomonidan bank tizimi xodimlariga tushunchalar berilyapti. Bugungi seminar ham xodimlarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ro'yxatga olish jarayonlarini sifatli o'tkazishga xizmat qiladi. Viloyat statistika boshqarmasining mas'ul xodimlari bilan birgalikda bank tizimida ishlab kelayotgan xodimlar ishtirokida aholini va qishloq xo'jaligini onlayn platformaga kirgazish bo'yicha o'quv seminar tashkil etildi. Ushbu seminarda bank tizimida ishlab kelayotgan xodimlarimiz tomonidan o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Kelgusida onlayn platformaga kirgizish bo'yicha, ro'yxatga olish bo'yicha o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini to'g'ri va aniq kiritishlariga muhim rol o'ynadi.